Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi raqamli iqtisodiyotdagi qo'shimcha texnologiyalar deb nomlanadi. Ushbu mavzuda ko'rib o'tadigan asosiy masalalarimiz qo'shimcha texnologiyalar, uchish qurilmalari, virtual va kengaytirilgan haqiqat yoki borliq deb yuritiladi. Robototexnika hamda sun'iy intellektga bag'ishlanadi. Qo'shimcha texnologiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, 1984-yilda Charles Hall tomonidan 3D bosib chiqarish ilk marotaba qo'llanildi. Aynan qo'shimcha ishlab chiqarish oldindan ishlab chiqilgan raqamli modellardan to'g'ridan-to'g'ri 3D obyektlarni qatlama-qatlam, ya'ni mikrometrgacha yaratishni innovatsion va yuqori texnologiyalari jarayoni hisoblanadi. 2018-2024-yillarda Market tomonidan 3D bosma chiqarish bo'yicha jahon bozorining hajmiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2018-yilda ushbu bozor hajmi 9,9 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil yakuniga ko'ra bu taxminan 35 milliard dollarga yaqinlashdi. 2019-yilda ushbu 6,6 milliard AQSh dollarini tashkil etgan ushbu qo'shimcha ishlab chiqarish bozor hajmi 2026-yil oxirida 44,5 milliard AQSh dollarga yetishi prognoz qilingan. 2021 va 2026-yillar davomida o'rtacha yillik o'sish sur'ati 31,4% ni tashkil etmoqda. Ushbu tahliliy kompaniyaning ma'lumotlariga qaraganda, boshqa hisob-kitoblar natijasida 2018-yilda 3D bosma ishlab chiqarish bozorining hajmi 9,9 milliard dollarni va 24-yil yakuniga kelib 34,8 milliard AQSh dollarini tashkil etyapti. Qo'shimcha texnologiyalarni qo'llash sohalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, asosan ishlatiladigan materiallar nuqtai nazaridan va 3D bosma chiqarishni qo'llash nuqtai nazaridan alohida bir guruhlarga ajratiladi. Qo'llaniladigan materiallar toifasiga keladigan bo'lsak, metallar, keramika buyumlari, polimerlar, kompozitlar, aqlli materiallar, harorat o'zgarishi bilan tuzilishni o'zgartiradigan turli xil materiallar, oziq-ovqat mahsulotlari, to'qimachilik va boshqa mahsulotlarni kiritishimiz mumkin. Qo'llanilish sohasi bugungi kunda aerokosmik sohada, avtomobilsozlik sanoatida, oziq-ovqat sanoatida, tibbiyotda, arxitektura va elektronika sohalarida, bundan tashqari yengil sanoat tizimida ham juda keng maqsadlarda foydalanilayotgan ko'rishimiz mumkin. Keyingi qo'shimcha texnologiyalar bu virtual borliq hamda kengaytirilgan borliq deb yuritiladi. Qisqartirib VR, AR texnologiyalar deb ham yuritiladi ba'zi adabiyotlarda. Alohida to'xtaladigan bo'lsak, VR, ya'ni virtual borliq texnologiyasi bu insonning idrok etish tuyg'ulariga, ko'rish, eshitish, teginish, his etish yoki bo'lmasa vestibulyar apparatlariga ta'sir qiluvchi texnologiyalardan foydalangan holatda raqamli formatda yaratilgan sun'iy muhitdagi, sun'iy muhitga kirish hisoblanadi. Yaratilgan effektlar va his-tuyg'ular inson ongiga ta'sir ko'rsatadi hamda uning harakatlariga javob beradigan raqamli muhitga to'liq kirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga odam imkon qadar haqiqiy yaqin bir hissiyotlarni boshdan kechiradi. Shunday qilib inson sun'iy ravishda yaratilgan 3D kompyuter muhiti bilan virtual muhit bilan o'zaro bog'lanadi va shu virtual muhitda o'zini tasavvur qiladi. Albatta bu virtual haqiqat ichidagi obyektlarni boshqarish, harakat qilish va turli xil vazifalar va harakatlarni bajarish ma'lum bir ma'noda amalga oshirilishi lozim. VR texnologiyasi 360 darajada tasvirlar yoki bo'lmasa videolar bilan ifodalanadi va bu ma'lum bir ma'noda virtual dunyoga to'liq sho'ng'ib ketish effektini his qilish imkoniyatini beradi. Kengaytirilgan borliq texnologiyasi bu maxsus grafik yoki ovoz effektlar yordamida haqiqatni o'zgartirish, kengaytirish va to'ldirishga imkon beradigan texnologiyalar hisoblanadi. Shu bilan aytib o'tish joizki, ular odamlarni real vaqtda idrok etish uchun turli xil matn, grafik qo'shimchalar integratsiyasini o'z ichiga olgan bir muhitni tashkil etadi. Matn yoki grafik ma'lumotlar odamlarga ko'zoynaklar, turli xil shlemlar yoki old oynalar yoki boshqa proyeksion texnologiyalar shaklida uzatiladi. Aynan bu kengaytirilgan borliq to'g'risida to'liqroq bir ma'lumot beradigan bo'lsak, bu real dunyo va kompyuter tomonidan yaratilgan ma'lumotlarning kombinatsiyasidan yaralgan bir alohida bir dunyo, ya'ni muhit deb ta'riflashimiz mumkin. To'ldirilgan borliq
kengaytirilgan borliq nima uchun zarur? Aynan bu haqiqat bugungi kunda juda ko'p tizimlarda, juda ko'p tarmoqlarda foydalanayotganini e'tiborga olib, raqamli ma'lumotlar va tasvirlarni atrofimizdagi jismoniy dunyoga joylashtirish orqali tasavvurdagi buyumlarni real hayotga ko'rish imkoniyatini beradi. U ko'ngilochar tizimlarda, ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash, chakana savdo sohalarida, arxitektura va boshqa shu kabi bir qator ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda juda katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Kengaytirilgan borliq texnologiyalari foydalanuvchilar uchun immersiv tajribalar yaratishni, o'rganish natijalarini yaxshilashni, mahsuldorlikni oshirish va mijozlarning faolligini oshirishni demak tashkil etadi. Bundan tashqari ushbu texnologiya korxonalarga raqobatchilardan ajralib turish va mijozlarga innovatsion yechimlar taklif qilish imkoniyatlarini ham keltirib chiqaradi. Tibbiyotda qo'llanilgan aynan ushbu texnologiyalarni, tasvirlarni mana ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'qitish jarayoni va amaliyot, bemorlarni parvarish qilish, ya'ni inson organizmlarini ko'rish imkoniyati bo'lmagan inson organizmlarini tasavvur qilish imkoniyatini beradigan holatlarni shakllantiradi. Chakana savdoda ko'radiganimizdek do'konlarda his qilish, elektron tijorat, brend xabardorligi va ishtirokida aynan biror bir buyumlarni elektron do'konlardan xarid qilish jarayonida dastlabki bir shaklini, dastlabki bir ko'rinishini tasavvur qilishda ushbu texnologiyalar keng miqyosda qo'llanilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ko'chmas bo'lgan bino inshootlarini qurishda, loyihalashtirishda, vizualizatsiya qilishda, ko'proq ma'lumot beruvchi va vizual takliflar, marketing va reklamaning yangi shakllari sifatida ham qo'llanilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari hozirgi kunda eng ko'p qo'llanilgan soha sifatida turizmni aytishimiz mumkin. Virtual mehmonxona demak tizimida xonalarni tanlash, bron qilish, virtual xaritadan foydalanish, til tarjimonligi, yo'nalishlarni aniqlash masalasida ham ushbu texnologiyalar keng qo'llanilib kelmoqda. Va eng asosiy qo'llaniladigan soha bu kompyuter o'yinlari sanoati hisoblanadi. Ta'limda qaraydigan bo'lsak, ushbu texnologiyalar yordamida sinfdagi ta'limning g'ayrioddiy va interaktiv bo'lishini ta'minlab, aynan ushbu texnologiya o'quvchilarga konsepsiyalarning virtual misollarini ko'rsatish va darslik materiallarni qo'llab-quvvatlash uchun o'yin elementlarini qo'shish imkoniyatini yaratadi. Bu o'quvchilarning tezroq o'rganishlari va ma'lumotlarni yodlash imkoniyatini osonlashtiradi. Inson xotirasi vizual narsalarni osongina unuta olmaydi. Aynan shu o'rinda Konfutsiyning bir ma'lumotini keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Ko'rganimni eslab qolaman, eshitganimni eslab qolaman, ko'rganimni tushunaman va o'zim ishtirok etsam buni anglab yetaman degan bir jumlalarni ta'kidlab o'tgan. To'ldirilgan, kengaytirilgan borliq texnologiyasini kelajagiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu texnologiya istiqbolli kelajakka ega. Sababi virtual obyektlarni real dunyo muhitga birlashtirish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari Google yoki Apple kompaniyalari tomonidan AR ko'zoynaklari joriy etish aynan ushbu texnologiyalarni foydalanuvchilar uchun yanada qulayroq qilish imkoniyatini keltirib chiqardi. Bu texnologiya kelajakda smartfonlar o'rnini bosishi va foydalanuvchilarga yanada uzluksiz va interaktiv tajriba taqdim etish imkoniyatini beradi. Kengaytirilgan borliq sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish va masofaviy ishlash va boshqa ko'plab sohalarda rivojlanishda ham juda muhim ahamiyatga ega. Keyingi qo'shimcha texnologiyalarimiz bu uchuvchisiz qurilmalar, ya'ni dronlar deb yuritiladi. Ushbu texnologiya masofadan boshqariladigan yoki avtonom parvoz uchun dasturlashtirilgan, bortida odam bo'lmagan qurilma hisoblanadi. Aniqlik kiritish uchun biz aynan uchuvchisiz uchish apparatlari yoki kvadrokopterlar kabi o'xshash texnologiyalarni ta'riflarini beramiz. Multikopter yoki kvadrokopterlar uchish qurilmalarini havoga ko'taradigan vintlar soniga qarab belgilanadi. Masalan, kvadrokopterlarda 4 ta, demak o'sha ko'taradigan qanotlari, geksakopterlarda esa 6 ta havoga ko'taradigan vintlar mavjud bo'ladi. Eng kichigi ftol, ya'ni ular turgan joydan vertikal ravishda demak uchishga qodir bo'lgan qurilmalar hisoblanadi. O'rtacha qattiq qanotli dronlar, undan tashqari katta, ko'pincha urush sanoatida ham qo'llaniladigan uchuvchisiz uchish qurilmalarini misol keltirishimiz mumkin. Ular qimmatroq, texnik jihatdan murakkab, GPS navigatsiyalari, infraqizil kameralar bilan jihozlangan, turli xil lazerlar, tungi ko'rish moslamalari bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Keyingi muhim texnologiyamiz bu robototexnika. Aynan
bu robotlar sanoatini 3 ta tarkibiy qismga bo'lish maqsadiga muvofiq. Ya'ni idrok etish, bu yerda robotlar, datchiklar yordamida atrofdagi dunyoni idrok etish qobiliyatini demak yo'qotadi. Keyingisi o'ylash. Robot mo'ljallangan tarzda qurish, moslashtirish, qarorlar qabul qilish uchun sensorlardan olingan ma'lumotlar va signallarni qayta ishlash qobiliyatiga ega. Bu jarayon robotlarning hisoblash kuchi bilan avtonom tarzda amalga oshirilishi yoki shaxs tomonidan boshqarilishi mumkin. Va uchinchisi harakat qilish. Robotlar jismoniy dunyoga har qanday samarali ta'sir ko'rsatish qobiliyatlariga demak ega. Bundan tashqari robototexnika sanoatini ikkita muhim bir qismga, sanoat robototexnikasi va xizmat robototexnikasiga ajratish maqsadga muvofiq. Sanoat robototexnikasi bu sanoatni avtomatlashtirish uchun faoliyat ko'rsatadigan bo'lsa, xizmat robototexnikasi bu ishlarni amalga oshirish, odamlar uchun qulay bir imkoniyatlar yaratadigan bir uskunalar, texnologiyalar sifatida qaraladi. Aynan xizmat robototexnikasi professional tarzda ishlaydigan yoki shaxsiy maqsadlarda foydalanilgan robotlarga ajratiladi. Keyingi muhim texnologiya bu sun'iy intellekt. Sun'iy intellektni ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak, axborot texnologiyalar fanni bir bo'limi yoki bir alohida bir sohasi sifatida qaraladi va odatda inson aqlini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan dastur va tizimlarni yaratish bilan shug'ullanadigan soha hisoblanadi. Sun'iy intellekt informatikaning alohida bir sohasi, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar, misol uchun tillarni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalalarni yechish, tarjima shu kabi imkoniyatlarni kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanuvchi bir soha deb qarash mumkin. Hozirgi kunda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarni amalga oshirayotganini ko'rishimiz mumkin. 1990-yillarda sun'iy intellekt taraqqiyoti yangi bir sahifa ochilgan. Aynan 97-yilda Deep Blue nomli IBM kompyuterlari shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni yenggan tarixda ilk kompyuter sifatida qaraladi va aynan mana shu o'yin, shaxmat o'yini ilk yaratilgan sun'iy intellekt dasturi sifatida tarix kitoblariga kiritilgan. 2030-yilga borib sun'iy intellektni joriy etishdan jahon iqtisodiyotiga qo'shiladigan hissa 15,7 trillion AQSh dollarini tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Mavjud bandlikni 85 millionga qisqartiradi. Qo'shma Shtatlarda bu davrga kelib bugungi ish o'rinlarining taxminan 47%, Xitoyda esa 77% demak yo'qotilish xavfi bor. Autonomous Next ma'lumotlariga ko'ra 2030-yilga borib bank, investitsiyalarni boshqarish, sug'urta bozorlarida, sug'urta sanoatida sun'iy intellektdan 1 trillion AQSh dollari miqdorida tejab qolish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shundan 447 milliard, taxminan yarim trillion AQSh dollari faqat bank faoliyati to'g'ri kelishi taxmin qilinyapti. McKinsey tadqiqotlariga ko'ra, an'anaviy banklardagi asosiy jarayonlarni oxirigacha raqamlashtirish, xoh u yangi mahsulotlarni sotish bo'ladimi yoki filiallarda xizmat ko'rsatish bo'ladimi, ularning tannarxini 40-60% gacha qisqartirish va bank operatsiyalarini tezlashtirish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Sun'iy intellektni asosiy tushunchalar qatoriga kiritishimiz mumkin. Machine learning, mashinali o'rganish, neyron tarmoqlari, sun'iy protsessual intellekt, robototexnika va tabiiy tillarni tushunish va qayta ishlash texnologiyalarini aytib o'tishimiz mumkin. Sun'iy intellektning asosiy ilovalarida yuqoridagi kabi ekspert tizimlari, intellektual ovoz, intellektual robotlarni, genetik algoritmlarni ham kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bugungi kunda sun'iy intellektning asosiy asosida turuvchi fanlar qatoriga tilshunoslik, muhandislik, matematika, menejment, axborot texnologiyalari, falsafa, biologiya va psixologiya kabi fanlar ushbu sun'iy intellekt tizimining asosini tashkil etuvchi tushunchalar hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar bilan ushbu mavzumizni yakuniga yetkazamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.